Sevimli do'stlar, yaxshimisizlar? Men do'stinglar Zubayda Tursun. Bugun biz hayot cheklik, kim bilan birga o'tish rostila bak muhim degan tema haqida his tuyg'ularimizda o'rtoqlashaylik. Odam bu dunyoga kelgan ekan, yaxshi ko'radigan odamlarni uchratib qolmasdan, yana o'zi yaxshi ko'rmaydigan odamlarni uchratadi. Ba'zi kishilar bilan aloqa qilganda bek charchab ketgan bo'lsangiz, undaq odamlar bilan davomli aloqa qilmang. Yosh qancha cho'ng bo'lgan sari nurg'ulg'an ishlar beshimizdan o'tar ekan. Shundaqla muvofiq bir odam yo'liqishning naqadar baxtli kishi ekanligini tushunib yetar ekanmiz. Mayli kim bilan birga bo'lishingizdan qat'iy nazar, qarshi tarafning egiz pastligi, urug'simizdagi mol dunyosi va orqa ko'rinishiga esir berishning hojati yo'q. Faqat o'zingizga mos keladigan bo'lsa, undaq odamni osonlikcha qo'ldan berib qo'ymang. Chunki hayot cheklik, keyingi umrimizda kim bilan birga o'tishimiz haqiqatan bek muhim do'stim. Yashash jarayonida sizni bek charchatadigan odamlardan jiroq turing. Turmushdan sizni texmi yaxshi qila oladigan odam bilan birga bo'lishingiz albatta intayin muhim. Hayotda bir-birining texmi yaxshi bo'lib o'zgarishiga yordam qila oladigan odam bilan birga o'tish texmi muhim. Aktiv energiyangizning qarshi tarafning pasiv energiyasi oldida ojiz ekanligini tunib yetgan vaqtingizda oldi bilan pasiv energiyadan yiroq turishni o'rganib olishingiz lozim. Turmushda yana shaxsiyatchi odamlardan, ichtar odamlardan yiroq turing. Hamma yerda hamma ishda ichtarlik qilib yuradigan odam odatda haqiqatan shaxsiyatchi keladi. Siz uningga bir tal kamput bersangiz, u kamputni balkim zaharli kamput deb gumon qilishi mumkin. Siz uningga bir kunlik berib tursangiz, siz yomg'irda qolganda kunligingizni qaytarib bermasligi mumkin. Albatta bunday odamlar sizning hissiyotingizni va o'ylaringizni o'ylashmaydi. U faqat o'zining kayfiyatiga ko'ngil bo'ladi. Shunga bunday odamlar bilan birga yurib o'zingizni charchatib nima ish qilasiz? Turmush jarayonida vafodor odam bilan birga o'taylik. Haqiqiy vafodor odam cho'qim mas'uliyatning nimaligini obdan tushunadi. Tafakkur qilishni, qadrlashni va minnatdorlik bildirishni obdan biladi. Uningdan boshqa yana ota-onasiga vafodor odamlar bilan birga o'taylik. Hammamizga ma'lum, ota-ona bizga hayotlik ato qilgan odamlar. Agar bir odam ota-onasiga vafodor bo'lmasa, ota-onasini hurmatlashni bilmasa, boshqalarga qanday muomala qiladi? Bularni o'ylab ko'rishimiz lozim. Undan boshqa yana gapingiz bir yerdan chiqadigan odam bilan birga o'tishni aytimi muhim do'stim. Odatda gapi bir yerdan chiqadigan bo'lish, kelisha oladigan bo'lish ikki odamning aloqasining asosi. Siz bilan gapi bir yerdan chiqadigan odam sizning qiziqishingizni va xushalligingizni tushunadi. Bunday odam bilan birga o'tsangiz, ondan kishilik hayotning xushalligini topa olasiz. Yana sizni qo'llaydigan va sizga ilhom bera oladigan odamlar bilan birga o'ting. Kishilik turmushdagi ba'zi qarmoqqa mangu ayrilmaydigandek ko'rinadigan munosabat amaliyotda eng oxirida qat'iy bodikalda qilishmaydigan munosabatga aylanib qoladi. Demak, kishilik aloqada sizning huzurlanishni biladigan, sizni qo'llaydigan odamlarni tepishingiz nihoyatda muhim. Chunki bunday odamlar siz xato qilgan chog'dami hargiz sizni ayblamaydi, balki xatoliklaringizni to'g'ri tushunadi. Siz muvaffaqiyat qozongan vaqtingizda u sizning qozongan muvaffaqiyatlaringizdan tang shodlanadi. Turmushda yana samimiy odamlar bilan birga o'ting. Hammamizga ma'lum, samimiy do'stlik va samimiy munosabat mavjud bo'lib turish ahamiyatiga ega bo'ladi. Samimiy odam sizning o'y fikringizga va istiqbolingizga ko'ngil bo'ladi. Samimiy odam bilan mayli qachonli do'st bo'lsangiz, menga kechikmaysiz. Turmushda yana birga bo'lsangiz rohat his qiladigan odamni toping. Birga bo'lsangiz rohat his qiladigan odam bilan birga o'tsangiz, ruhiy holatingiz intayin orom baxsh bo'lib qolmasdan, nimani xohlasangiz shuni qilasiz. Hatto ishqonlar bir yig'iz gaplashmasanglarmi, o'zinglarni shunchalik rohat his qilsizlar. Demak do'stim, o'xshash bo'lmagan odam bilan o'tsangiz, o'xshash bo'lmagan hayotga erishasiz. Turmushda sizning kim bilan birga o'tishingiz haqiqatan bek muhim. Hatto bu sizning o'sib yetilish yo'lingizni o'zgartib, kishilik hayotingizning muvaffaqiyatli bo'lishini yoki mag'lub bo'lishini belgilab qo'yishi mumkin.
Şoňa ahyrda süýümlik dostlarga daýdyganym şuki, dostlaryňyz köp bolmasa mayli, samimiy bolsa boldy. Aýlaňyzdakilerniň boy-boy ýaşap bolyşy hajatsiz, inak ittifaq baxtly gösəňlärli boldy. Söýgüniňizniň romantik bolyşy hajatsiz, sizge çin köňlüden küýsüli boldy. Barlyk dostlarymyzga baxtly turmuş ýar bolsun. Hayat ýolumyzga bizni çarçatmaýdygan, bizni süýdigan, bizge hakyky köňül böledigan, bizni baxtly kıla alaydigan adamlar ýar bolsun. Men dostum Zubeyda Tursun. Xeyr hoş dostlar.